pasaytiramiz. Hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar, yaxshimisizlar? Ishlaringlar yaxshimi? Mana sizlarga bugun o'sha va'da qilingan Open Pack videosini olamiz. Hozir hisobimizda 5 ta Chempionlar Ligasi uchun, 10 ta o'sha kim narsa uchun, Sangark uchun va 20 ta uni aylantirish uchun hammasini to'plab qo'yganmiz. Hozir sizlar bilan Nereal Open Packni qilamiz. Kirdi. Hayajonli daqiqalar o'rtoqlar, chunki hozir pul ochsa overimiz bugun 123 bo'lishi kerak. Biron kishi tushsa, tushmasa ham bo'lishi mumkin. Figoni full qilsak. 3-rangni berishga yetadigancha rangkab jeton to'plaganman. Figoga esa 5-rangni berishga yetadi. Xo'p, keyinda birinchi shuni ochaylik 5 ta. Keyin anavini ochamiz. Qani ketdi. Bismillahirrohmanirrohim. Walkout davay. Yana emblemaga ochko qo'shildi. Вообще-то. Qaysi davlat? Fransiya. Napadayishi. Kumir! Henry! Voy, Henry o'rtoqlar. Qanaqa omad bu Henry tushdi. Yana ketdi, yana bitta. Bismillah, yana walkout ber. Yo'q, bu safar bermadi. Yana bismillah ketdi bitta. O yana walkout o'zi. Va kerak emas bu. Bismillah yana. Omad Nereal keldi. Oxirida yana bitta walkout. Bismillah. Tak, endi konteynerni aylantiramiz, keyin bitta untali ochamiz. Qani ketdi, bismillah. Подтвердить. Aha. Tak, 114 Ryan. Shu Nereal Open Pack bo'lyapti va 10 talik ketdi bundan. Bismillah. Ha, hayajonli daqiqalar bundan ham. Ketdi bitta 116 ish bo'lmasa. Angliya yo'q. SP yo'q. Everton yo'q. Abduqodir Husanov berishlarni o'rniga va mana nihoyat Henry qanisan? Kelsan menaga o't. Va senga rang beramiz. Raul va nihoyat joyiga boshqasini tushirdik. Men bironta 116 deb o'ylaganim o'rtoqlar, lekin qarasam Henry. Henryga trenirovka beramiz. O'rtoqlar, mazza qilyapman-da shunchalik omadimga. Trenirovka. Eng tagiga boramiz mana.
O'zi yana biron kimni o'tkazamiz. Park Ji-sung qanısani? Odamlarning ko'pligiga qaranglar ey. Udar skorost 187 dan. Ya o'zi zaminaga qo'yaylik. Bestni o'tkazamiz. Bobby Moore va Olis va mana bu. Buni ham hay. Statistikasini ko'ramiz. Udarni qaranglar. 198. Udar 198. Skors 187. Pas 148. Wow. Statistikaga gap bo'lishi mumkin emas. Fokusga ular 205 bo'ladi. Driblingga bersak agar skorsdan 190 dan oshadi, dribling 180 dan oshadi, pas 150 dan oshadi. Bu qanaqa statistika o'rtoqlar? Ajoyib statistika. Bunda emblemani ham daxli bor. Tak. Yaxshi, Henry. O'sha sostavimiz почти full holatda. Bitta kim qoldi bu yoqda? Almashtirish kerak bo'lgan. Puyol. Puyolchani almashtirsak bo'ldi-da. Bitta shu qoldi. 123 overga keyin chiqamiz. Yo, o'sha Henryga 4-rangni bersak ham, o'sha 100 overimiz 123 bo'ladi, lekin keyingi hafta o'sha yana 122 ga tushib qolamiz, chunki Tochi emblemasi ketadi, mana ko'rishingiz mumkin. 7 kun qoldi, 4 kun qolibdi. 4 kun ichida ko'tarsak agar 123 qilib bitta video olamiz, bo'ldi-da o'rtoqlar. O'rtoqlar, sizlar yana like va podpiskani bosinglar. Shu videodan keyin 450 ta bo'lishimiz kerak. O'tgan safar 400 ta dedim, 412 ta qildinglar. Bu safar 450 ta. Iltimos 450 ta obunachiga chiqaylik. Mana qaranglar, hamma olayotgan videolarimda sizlar o'sha omadni majburlab keltiryapman, ey. Sizlar esa like va podpiska bosib qo'yinglar. Buni emblemasini qaranglar o'sha o'rtoqlar. 500 ta bo'ldi. Hay, mayli, hammaga xayr. Shuncha vaqt ko'rganinglar uchun rahmat. Like va podpiska bosish esinglardan chiqmasin. To'xtang dada. Bu yoqqa kiraylik. Mana bunimiz nechta bo'libdi? Hali extra time ochish kerak-ku. Plus 40 ta. Mo'unaqa jetonimiz, mo'unaqa. Hali extra time ochaylik. To'xtang-da. $100 ming TL ochamiz va bo'ldi. Shu bilan open packimiz tugadi. O'rtoqlar, ko'ryapsizlar, juda ajoyib omad kelyapti. Men o'zim ishonmayapman bunaqa omadimga. Yaqinda o'zi Luis Figo, payshanba kuni o'zi Luis Figo tushdi-da. Bismillah, qani ketdi. Va kim bu? Deng. Mana bu bacha tushmagan.
Xayr o'rtoqlar, shu bilan video tugadi. Shuncha ko'rganinglar uchun kattakon rahmat.